Ukrainadagi urush Rossiyaga juda qimmatga tushyapti. Xitoy 2026-yilda Tayvanga bostirib kirmoqchi. Rossiya NATO hududiga ertagayoq hujum qilishi mumkin. Hamas harakati bayonoti. Assalomu alaykum, Reformuz kanalining obunachilari va internet foydalanuvchilari. Biz boshladik. Ukrainadagi urush Rossiyaga juda qimmatga tushyapti. Rossiya Ukrainadagi urushni to'xtatmoqchi emas. AQSh prezidenti Donald Trampning ta'kidlashicha, Moskva Ukrainadagi mojaroni to'xtatishni istamayapti va aynan shu sababdan Budapeshtda Vladimir Putin bilan o'tkazilishi rejalashtirilgan sammit bekor qilingan. AQSh prezidenti bu haqda Oq uyda Vengriya bosh vaziri Viktor Orban bilan uchrashuv chog'ida aytib o'tdi. Mojaroning mohiyati shunda, rossiyaliklar shunchaki to'xtamoqchi emas. Menimcha ular baribir to'xtaydi, chunki bu urush Rossiyaga juda qimmatga tushyapti, dedi Oq uy rahbari. Jurnalistlarning kelajakda Putin bilan uchrashuv o'tkazilishi ehtimoli haqida savoliga Tramp buning uchun imkoniyat har doim bor deb javob berdi. Shuningdek, prezident bu urush yakuniga yaqinlashayotganini, ammo Ukrainaning g'alabasi uchun mo'jiza kerak bo'lishini aytib o'tdi. Xitoy 2026-yilda Tayvanga bostirib kirmoqchi. Xitoy Tayvanga 2026-yil noyabrida hujum qilishi mumkin. Bu haqda Germaniyaning Bild nashri G'arb razvedkasidagi manbalariga tayanib ma'lum qildi. Manbalarga ko'ra, kelgusi yil noyabr oyida AQShda bo'lib o'tadigan oraliq parlament saylovlari Amerikada siyosiy inqiroz va ichki tartibsizliklarga olib kelsa, bosqin boshlanishi mumkin. Qayd etilishicha, Pekin Amerikadagi partiyalardan birining saylov natijalaridan noroziligi tufayli yuzaga kelishi mumkin bo'lgan ehtimoliy siyosiy inqirozga urush boshlash imkoniyati sifatida qaramoqda. Xitoy harbiy maqsadlar uchun ko'p sonli fuqarolik paromlarini modernizatsiya qilmoqda va 2026-yil oxirigacha 70 dan ortiq yirik parom qurishni rejalashtirmoqda. Agar Si Zinpin Tayvanni boshqa yo'l bilan qo'shib olish mumkin emas deb hisoblasa, mamlakat harbiy bosqinni tanlaydi, dedi nashrga tahlilchi Maybrit Shtumbaum. Tayvanning Germaniyadagi vakili Klement Gu Xitoydan kelayotgan tahdid yil sayin ortib borayotganini aytdi. Xitoy gibrid urushdan foydalanmoqda va umuman demokratiyaga va mintaqadagi barqarorlikka hujum qilmoqda. Hind Tinch okeani mintaqasida Xitoydan kelayotgan tahdidni hisobga olgan holda Tayvan AQSh kabi boshqa davlatlar bilan hamkorlikni olqishlaydi, dedi u Bild nashriga bergan intervyusida. Rossiya NATO hududiga ertagayoq hujum qilishi mumkin. Germaniyalik general Aleksandr Zolfrank Moskva istalgan paytda alyans davlatlariga hujum uyushtirish imkoniga egaligini ta'kidladi. Rossiyaning hozirgi harbiy salohiyatiga ko'ra, mamlakat NATO hududiga ertagayoq kichik, tezkor va hududiy chegaralangan hujum uyushtirishi mumkin. Ammo bu keng ko'lamli urush bo'lmaydi. Rossiya hozir Ukrainadagi janglar bilan band. Agar Rossiya qurollanishni hozirgidek davom ettirsa, 2029-yilga borib NATOga keng miqyosda hujum uyushtirish qudratiga ega bo'lishi mumkin, degan general-leytenant Aleksandr Zolfrank. Hamas harakati bayonoti. Qozog'istonning Ibrohim kelishuvlari deb atalgan loyihaga qo'shilishi va ishg'olchi rejim bilan munosabatlarni mustahkamlaganini e'lon qilishi mutlaqo qabul qilinmas va qoralanadigan qadamdir. Bu harakat G'azoda sodir etilayotgan genotsid jinoyatlarini oqlash ma'nosini anglatadi. G'azodagi ekspertiza boshqarmasi vakili Mahmud Ashur aytadi, bir necha shahidlar jasadlarining tashqi ko'rinishi tekshirilganda ko'krak qismida va qoringacha bo'lgan jarrohlik izlari hamda tikish alomatlari aniqlandi. Bu holatlar bizda juda ko'p shubhalar va savollarni keltirib chiqardi. Bu jarrohlik amaliyotlari nega va qanday maqsadda jasadlar ustidan amalga oshirilgani noaniq. Ekspertizaning vazifasi jasadlarning faqat tashqi ko'rinishi bo'yicha xulosa berish. Ichki a'zolarni tekshirish esa sud tibbiyot mutaxassislarining vakolatiga kiradi. Tekshirilgan jasadlardagi belgilar Isroil tomonidan inson huquqlari qo'pol ravishda buzilganini yaqqol isbotlab turibdi. Video ostida o'z fikringizni qoldiring, haqorat qilmang. Reformuz voqealar rivojini yoritishda davom etadi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Kanalimizga obuna bo'lib, bizni kuzatishda davom eting. Salomat bo'ling.